Bugün Ramazon kechalaridan 24-kecha. Bugungacha alhamdulillah Qur'oni Karimning ko'proq juz'ini, 26 juz'ini o'qib tugatdik. İnşallah bugün yana 27-juz bo'lgan mujodala juz'ini, mujodala parasini inşallah namozlarimizda qorilarimiz o'qib tugatib berishadi. Bu mujodala surasidan boshlanadigan juz'da ham aksar suralar Makkada nozil bo'lgan. Va bu suralarda qiyomat, qayta tirilish, qadar, o'tgan payg'ambarlardan ba'zilarining qissalari zikr qilingan. Lekin ba'zi suralari bu Makkada nozil bo'lgan suralar va Makkada bo'lgan voqealarni bayoni kelgan. Jumladan mana bu hozir birinchi surasi Mujadala yoki Mujadila deb nomlangan sura ham Makkada emas, balki Madinada nozil bo'lgan. Suraning nomlanishi ikkita shaklda surasi bor. Mujadila surasi tortishuvchi ayol nomi bilan ham mujodila deyiladi yoki tortishuvchi ayolning qilgan ishini, fe'lini bayoni uchun mujadala, tortishish haqidagi sura degan nom bilan ham demak bu sura nomlangan. Lekin aksar ulamolar mujodila emas, mujodala deb talaffuz qilishlikni afzal ko'rganlar va shuning uchun bu sura tortishuv, ya'ni bir masalani xuddi tortishib aniqlash surasi degan ma'noda bayoni kelgan. Bu surada avvalo Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolatu vassalomning davrlarida bo'lgan johiliyat odatlaridan bo'lgan bir odatni, taloq odatini, taloqlardan bir noma'qul taloqni Alloh azza va jalla bu suraning boshidagi bir hikoya va voqea bilan bekor qilgan. Shu bilan birga bu surada mu'minlarga past ovozda pichirlab gaplashish odobini, axloqini Alloh taolo o'rgatgan. Chunki Madinadagi munofiqlar va ularga qo'shilgan boshqalar bu payg'ambar alayhisolatu vassalomni oldilarida boshqacha gapirib, boshqa joyga borib pichirlashib, shivirlab Rasululloh alayhisalomga boshqacha gap gapirishardi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vassalomga bu surada Alloh taolo mu'minlar shivirlab gaplashish, pichirlab gaplashish odobini ham o'rgatgan. Shuningdek, bu surada biror bir majlisga yoki biror bir o'tirishga, biror bir joyga borilganda inson o'zini qanaqa tutishi, qaysi joyga o'tirishi yoki kelgan odamga joyini kengaytirib bo'shatishini odobi, axloqi alohida bayon qilingan. Boshqa suralar ham xuddi shu. Bugungi o'qiladigan suradan Mujodala surasining birinchi oyati Qad sami'allohu qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Alloh oyatini nozil bo'lish sababini ajoyib bir qissasi bor. Juda ham bir insonni to'lqinlantiradigan bir holati bor. Inshaalloh bugungi kunni surasi Mujodala surasi bo'lganidan shu mujodila ayol, tortishuvchi ayolni qissasini inshaalloh dars qilib, tushunib o'rganishga harakat qilamiz. Johiliyat paytida, ya'ni Makkada payg'ambar alayhisalom hali payg'ambar bo'lmaslaridan oldingi davrda makkaliklarda turli-tuman ko'rinishdagi noma'qul, nojoiz, g'ayri insoniy taloq qilish odatlari bor edi. Shulardan bittasi, qaysi bir erkak ayoliga "Seni beling onamni beli kabi" desa, shu taloq bo'lardi, abadiy er-xotin bir-biriga harom bo'lardi, ajrashib ketardi. Shar'an bunday eshitganda nodurust, insoniy tabiat qabul qilmaydigan voqea. Lekin shu bor edi. Va jamiyat toki Alloh taolo buni yo bor yo yo'q deb oyat nozil qilmagani uchun payg'ambar alayhisolatu vassalom ham u masalada to'xtagan edilar. Rasululloh alayhisalom davrlarida sahobiy ayollardan Xawla binti Ta'laba radhiyallohu anha bor edi. Bu ayolning eri Avs ibn Sabit radhiyallohu anhu bo'lib, bular juda ham bir totuv, bir-birlariga muhabbatli, bir yaxshi hayot kechirishar edi. Bir kuni bir voqea, bir holat ustida er-xotinni o'rtasida gap qochdi. Er bir narsani xohladi, ayoli u narsaga rozi bo'lmadi. Shunda Avs biroz achchig'i tezroq, jahli kelgan kishi edi, yoshlari anchaga o'tib qolgan, yoshlik davri ketgan. Avs ibn Sabit ayolining bu qilgan ishiga jahli chiqib, xafa bo'lib, o'sha davrning johiliyat paytidagi talog'i bo'lgan, sen onam kabi, onamning beli kabisan
deb xotinini taloq qildi. Havla bint Salabani taloq qildi. Birozdan keyin Avs ibn Sabitning g'azabi so'ndi, jahlidan tushdi, o'ziga keldi-yu, qilgan ishi juda ham xatarli ish qilib qo'yganini, xotinini butunlay o'ziga begona qilganini, taloq qilganini sezdi. Shunda Havla radhiyallohu anha mantiqi to'g'ri, mantiqli va islomni aslidan to'g'ri tushuna olishlikni miyasida qabul qilgan Payg'ambar alayhisolatu vassalomning madrasalarini, u zotning darslarini yaxshi o'zlashtirgan ayol edi. Ey Avs dedi, bu taloq emas, qanaqasiga bu taloq bo'lsin dedi. Bu gap bilan taloq bo'ladimi? Qanaqasiga dedi. Eriga aytdi. Yo'q, taloq tushdi dedi eri. Chunki o'sha davrning odatiga ko'ra u gap mutlaq taloq tushirardi. Er xotinning orasini ajrashtirib tashardi. Havla radhiyallohu anha qahramon ayol, o'zini libosi yo'q edi, ko'chaga kiyib chiqadigan. Qo'shnisiga chiqib, kiyimingni menga qarzga berib tur. Men bir payg'ambar alayhisolatu vassalomning oldilariga borib, bir masalani yorishtirib, aniqlashtirib kelay, dedi-yu, qo'shni ayoldan kiyimini olib kiyib, payg'ambar alayhisolatu vassalomning huzurlariga keldi. O'sha kuni Rasululloh alayhisalom Oysha onamizni o'ylardi edilar. Eshikni taqillatib Rasulullohni chaqirdi. Rasulullohga aytdiki, erim bilan o'rtamizda shunaqa voqea bo'ldi. Keyin erim jahlini ustida menga xuddi shu lafz bilan menga taloq qildi. Ya'ni jahiliyat paytida mavjud bo'lgan taloqlardan bir taloqni qildi. Shunda nima bo'ldi dedi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vassalom eringga harom bo'libsan dedilar. Ey Allohning rasuli, qanaqasiga bu taloq emas-ku? Bu bilan taloq tushadimi? Yo'q, bu taloq emas dedi. Tortishdi. Rasulullohga yana bu masalada bahs qildi. Rasululloh alayhisalom har u taloq emas deb gapirsa, eringga harom bo'libsan, taloq dedilar. U ayol keyin shikoyat qilishni boshladi. Men butun bu tashvishimni, g'amimni Allohga shikoyat qilaman. Allohga o'zim dardimni aytaman. Ey Allohning rasuli, bu taloq emas-ku dedi. Ya'ni tortishaverdi. Rasululloh har u tortishib o'zini nimasini, haqqini himoya qilganida, yo'q, eringga harom bo'lding va o'rtangga taloq tushdi dedilar. Shunaqa tortishib, u har safar har Rasululloh alayhisalomga murojaat qilganida dardimni Allohga shikoyat qilaman, Allohga shikoyat qilaman, Allohga shikoyat qilaman deb gapiraverdi. Birdan payg'ambar alayhisolatu vassalomga vahiy kelganda bo'ladigan bir holat, Rasululloh jim bo'lib qoldilar va vahiy nozil bo'ldi. Oysha onamiz bu voqeani o'yini ichida kuzatib turgan edilar. Nima haqida gap bo'layotganini bilmadilar, o'yimning ichida burchagida edim. Lekin Havla kelib Rasululloh alayhisolatu vassalom bilan uzoq vaqt bir narsani tortishganini bildim. Va birdan payg'ambar alayhisolatu vassalomga vahiy nozil bo'ldi. Va vahiy nozil bo'lib, hozirgi Qad sami Alloh surasining avvalgi oyatlari nozil bo'ldi. Unda Alloh taolo o'sha suraning boshida Qad sami Allohu qawlallati tujadiluka fi zawjiha va tashtaki ila Alloh. Dar haqiqat Alloh eri borasida sizga ey Muhammad, sizning huzuringizga kelib eri masalasida tortishayotgan va butunlay shikoyatini Alloh taologa qilayotgan ana ayolning so'zini eshitdi Alloh taolo degan oyatni Alloh taolo mana shu suraning birinchi oyatini nozil qildi. Bir ayolning dardini, bir ayolning g'amini, tashvishini va payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan qanaqasiga axir bu taloq bo'lmaydi-yu, shikoyat qilaman Allohga deb shikoyatini, bir ayolning shikoyatini Alloh taolo eshitdi. Islom shunaqa bir go'zal dinki, ko'p o'rinlarda ayollarning Alloh subhanahu va taologa bo'lgan munosabatlari, murojaatlari, shikoyatlari tufayli oyatlar nozil bo'lgan. Yorqin dalili ayol kishining haqqini himoya qilish borasidagi eng yorqin dalillardan biri mana shu suraning avvaldagi holat. Havla bint Salabaning holati. Va o'qib berdilar. Ey Havla, ha, taloq tushmadi. Endi u jahiliyat paytida u gapni gapirilibdi. Uni otini zihor deyilardi. Zihorni kafforat, moliyaviy bir ibodat bilan Alloh taolo bundan qutulish mumkinligini oyatda nozil qildi. Va shu bilan qutulish imkoniyati paydo bo'ldi. Mutlaq eriga harom bo'lmadi. Va u eri Avs bin Sabit o'sha Qur'onda oyatda nozil bo'lgan zihorning jazosini, zihor uchun belgilangan jinoyat qildi, jinoyatning jazosini bajardi va bajarganidan keyin va oqibatda u
taloq masalasidan qutuldi. Sura shu bilan, demak bu Mujodala surasi mana shu narsani o'z ichiga olgan. Azizlar, haqiqatda ayol kishining Alloh subhanahu va taoloning huzurida dardi eshitilishi, ovozi eshitilishi bundan buyukroq bo'lmaydi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vassalom o'sha zahoti Havla bint Salaba radhiyallohu anhoni bu gaplarini, o'zlarini Alloh taolo eshitilganini isbotlab nozil bo'lgan oyatni o'qib berdilar va o'qiganlaridan keyin haligi joyda ularning orasidagi muammoga yechim Alloh taolo tomonidan nozil etildi. Bu sura mana shu qissa bilan mashhur. Havla bint Salaba Rasululloh alayhisolatu vassalomdan keyin ham uzoq umr ko'rganlar. Qari keksa bir ayol, kampir holatida Umar radhiyallohu anhu ning davrlari. Hazrat Umar xalifalik paytlarida bir qancha odamlar bilan Madina ko'chalaridan ketayotsalar, bukchayib qolgan bir kampir kishi, bir ayol, keksa ayol Hazrat Umarni chaqirib, yoniga chaqirib gapira boshladi. Ey Umar, sen kichkinaligingda seni Umarcha derdik. Ulg'ayganingdan keyin Umar dedik. Mana endi katta odam bo'lding, umrlarning amiri bo'lding. Allohdan taqvo qil. Bu ishlaringda Xudodan qo'rqin kabi so'zlar bilan Hazrat Umarga nasihat qilib turaverdi. Hazrat Umar uzoq vaqt boshlarini egib uni gapini eshitaverdilar. Umarday zot jim turib eshitdilar. Yondagilar Hazrat Umar bilan birga bo'lganlar bu ayolning kimligini bilmaganligidan, bu qanaqa ayolki sizni yo'ldan to'xtatib, shuncha vaqt vaqtingizni olib sizga nasihat qildi bu. Kim bu o'zi deganda biroz tushunmovchilik savolini Hazrat Umarga berganda, Umar radhiyallohu anhu buni kimligini bilasizlarmi? Bu Havla bint Salaba 7 qavat osmondan Alloh taolo buni so'zini eshitganda men qanaqasiga eshitmayman. Agar ertadan kechgacha meni gapga tutib turganida farz namozlardan boshqa narsaga chalg'imasdan buni gapini eshitardim deganlar. Shunday buyuk bir sahobiylarning hayotidagi bir voqea bilan bu sura boshlangan. Inshaalloh Ramazonning bu kechalarida ham bu suralarni, bundan keyingi suralarni inshaalloh birgalikda qorilarimizdan xatmlarda tinglaymiz. Alloh azza va jalla Ramazonimizni o'zi muborak qilsin. Oxirlab qoldi. Yakuniga yetayotgan Ramazonni Alloh azza va jalla yakuniga yetayotgan Ramazonni barchamizga muborak qilsin. Gunohlardan, ayb nuqsonlardan pok-pokiza bo'lib, bir taqvodorlik hayotini, taqvodorlik umrini bundan keyin o'tkazishlikka sabab bo'ladigan Ramazonlardan bo'lishligini o'zi nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.